Dadamga bitta salom berib qo'yay debdi-da. Assalomu alaykum. Dada. Naqaki. Ha? İçdingmi? İç. Hozir. Nimaga ichding? Nimaga ichding? Siz bu ham tushuntirmoqchi bo'libdi-da endi. Hozirgina siqilib qoldim, o'shanga ichdim deyman deb. Endi dada shapaloq qo'yib yubordi. Dada dema debdi. Dada dema. Desa, "Voy. Ma просто dada dema, quvvatga qo'yib yubordi-da. Yo'q, ha. Просто dada dema deb set quvvatga qo'yib yuborgan ekan. Xo'p. Rustam aka, eshitding debdi.